جل شأن الله من علت أسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله الرحمن الرحيم المهيمن الحكيم الواسع الفتاح المقدم الحليم الباسط الرزاق الصمد الكريم الرافع المتعال البارئ العظيم الغفار الغفور المؤخر الصبور الباعث القهار المقتدر الشكور جل شأن الله جل شأن الله جل شأن الله من علت أسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ve ashabi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Allah Taala'nın El-Aziz degan ismi haqida bo'ldi. Allah Taala'nın El-Aziz degan ismi Qur'on Kerimde en ko'p kelgan ismlarning biri. Hatta 92 o'rinda kelgan. Mesela fa'lamu annalloha azizun hakim. Zalika taqdirul azizil alim. Vallahu azizun zuntuqam deganga o'xshashda. Endi aziz degan so'zning ma'nosi nima? Aziz degan so'z tangdish yo'q. G'olib, kuch-quvvat egisi va izzat ato qiluvchi degan ma'nolarni ifodalaydi ekan. Endi Alloh taolaning aziz degan ismi tuvandagidek 3 ma'noni bildirdi. Birinchi, aziz Alloh taolaning hammadan g'olib, hammaga qodir va hech qanday ishdan ojiz kelmaydigan qudratli bir zot ekanligini ifodalaydi. İzzet ve kudret ma'nolarining hammasini o'z ichiga oldi. Aziz hem kuchli hem g'olib bunda derdi. Innal izzata lillahi jami'an dedi Qur'on Kerimde. Bütün kuch quvvat ve izzet Allah'a xos deydi. Şeksizki bütün kuch quvvat Allah'a mansubdur. Vallahu g'olibun ala amri ve lakin aksarun nas la ya'lam dedi. Allah o'zininki iroda qilgan ishni amalga oshirishga qodir. Qanday bir ishni iroda qilsa kun fayakun bo'g'in degan hamon uni amalga oshirdi, lekin insonlarning tulusi buni bilmaydi deydi. Endi ikkinchi ma'nosi al-aziz Alloh taolaning tangdishi yoki o'xishi bo'lmagan yagona zot ekanligini bildirdi. U laysa kamisi shay'in va huwa as-sami'ul alim. Allohga o'xshaydigan hech shay yo'qdir. U hemen anlap doğuştu, hemen körep doğuştu dedi. Yani üçüncü ma'nosi Allah Taala'nın izzet ve kuch quvvatning manbasi ekanligini bildi. Mesela Qulillahumma malikal mulki tu'tul mulka man tasha'u va tanzi'ul mulka mimman tasha'u va tu'izzu man tasha'u va tuzillu man tasha'u biyadikal xayr dedi. Hammaning egisi bo'lgan ey Allah, sen xohlagan odamga podshohlikni bersan. Yani saltanat bersan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilsan, xohlagan odamni xor qilsan, hamma yaxshisi sening ilkingda. Shaksizki sen hammaga qodir. Bu oyatlar izzat va kuch-quvvat Allah Taala'nın ilkida ekanligini, uni payg'ambarlarga, mu'minlarga, shundaqli xohlagan bandalarga xohlagan vaqtda ato qilganligini bildirdi. Endi aziz degan ismdan nimalarni o'rganamiz? Aziz degan ismdan Allah Taala'nın aziz degan ismidan iymon, axloq, tansaqliqi jihatda kuchlik bo'lishini. Allah Taala kuchlik mu'minni yaxshi ko'rdi. Payg'ambarimizning bir hadisi bor. Kuchlik mu'min Allah Taolaga suyumlik va yaqinliqdir deydi. Kuchlik bo'lishni, Allah Taoladan boshqasiga o'zimizni xor qilmaslikni, barcha izzat va hurmatni Allah Taoladan tilashni o'rganamiz. Kuch-quvvat istemoqchi bo'lsak, izzat, obro' istemoqchi bo'lsak, yeterli sebebini qilish bilan Allah Taolaga yalvarib Allah'ın dua qilish. Çünkü manbasi shu hamda Allah biridi ya. Endi Allah Taala aziz qilganni hech kim xor qilolmaydi. Allah birisini aziz qilsa, hech kim uni xor qilolmaydi. Haqiqiy podshohlik, kuch-quvvat, mutlaq ixtiyor va xohish Allah Taolaning ilkida bo'lganligi uchun u aziz qilgan kishini hech kim xor qilolmaydi. U xor qilgan birini hech kim aziz qilolmaydi. Bu o'zgarmas qonuniyat. Valan tajida li sunnatillahi tabdila deydi. Allohning qonunida hech qanday o'zgarish topolmaysan deydi. Bu bir qonuniyat endi. Alloh taolo aziz qilganni hech kim xor qilolmaydiganligining eng yorqin misollaridan biri Yusuf alayhisolamning qissasi. Yusuf alayhisolamni dadasi Yaqub alayhisolam bek yaxshi ko'radi. Hatto boshqa farzandini alohida farqli yaxshi ko'radi. Bu sababdan akalari unga hasad qilib, uni dastlab quduqqa tashlagan, andin qul qilib setishni qaror qilgan. Qul qilib ya'ni. Yusuf alayhisolam qul bozorda arzimas pulga setilib, Misrdagi Aziz degan kishining uyida uy xizmatchisi bo'lib qolgan.
Ezizning ayoli uni vasvasaga solgan. Yusuf alayhisalom o'zining taqvoligi va iffati bilan ayolning talabini rad qilgachqa, ayol uni yolg'on ayblar bilan zindonga tashlatgan. U yillarcha eng yomon sharoitlarda turmada yotgan kishilar bo'lsa, uni unutib ketgan. Lekin Alloh taolo uni qat'iy unutmaganda, uning taqvoligi, iffati va savrchanligi yuzasidan uning izzati va hurmatini ko'tarib, Misrning azizi, ya'ni xazina ishlariningki vaziri, hozirgi zamonda moliya ishlari ministri deymizda, ajna qilgan. Ilgari uni xarlagan akalari ochlik talab qilib kelib, uning oldida gunohlariga kechirim so'ragan. Va kazalika makkanna Yusuf fil ard yatabawwa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha va la nuzi'u ajral muhsin deydi. Shuningdek, biz Yusufga xolagan yerda turib ishlarni bir taraf qiladigan salohiyat berdik, kuch-quvvat berdik, vazir qilib qo'ydik uni. Biz rahmetimizni xalqan kishiga nasib qilamiz, yaxshi amallarni qatirqin qiluvchilarning ajrini hargiz bakor qilmaymiz. Yana bir misol, Payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallamni qavmi Makkada xarlagan, azoblagan, o'ltirishga uringan, yurtidan qo'g'lab chiqargan. Lekin Alloh taolo u zotni aziz qilgan va Makkani aziz va kuchli bo'lgan holda fath qilishni nasib qilgan. Shundan keyin kishilar to'p-to'p bo'lib islomga kirgan, masalan. Undan keyin Alloh taolaning izzatiga va kuch-quvvatiga tayinib taqvolik qilgan va iffatli bo'lgan kishini hech kim xar qila olmaydi, hech kim boshqalar xar qilaman deb qila olmaydi. Balki Alloh taolo uni dunyo oxiratda yuksak o'ringa qo'ydi. Endi Alloh taolo xar qilganni, endi aziz qilganni dedik-ya, endi Alloh taolo xar qilganni hech kim aziz qila olmaydi. Andalus, ya'ni hozirgi Ispaniya o'z vaqtida islom davlatining poytaxti edi. Milodiya 710-yildan 1492-yilgacha islom hokimiyati yurgizilgan, ya'ni 8 asr islom hokimiyati yurgizilgan bir yerda hamda shonliq madaniyatga yaratilgan, ilm-fan taraqqiy qilgan islom markazi edi. Butun Yevropaliklar bu markazga kelishni va uning madrasa maktablarida ma'rifat o'rganishni orzu qiladi. Bu shonliq islom markazi xristian mustamlikachilar tomonidan ishg'ol qilingandan keyin u joydagi musulmonlar ya xristian dinini qabul qilishga yoki o'lib tugishdan iborat ikki tanlashga majburlangan bo'lib, ko'plar o'lib tugigan. Shuning bilan 800 yil yaqin islom hokimiyati yurgizilgan va islom madaniyat markazlarining bo'lib kelgan Andalus davlati xristianlarning qo'liga o'tib ketgan, hozir shularning qo'lida hamda. Andalusdagi asari atiqalar burungi madaniyatning qoldiqlari bor. Bir ko'rib kelganlar bo'lishi mumkin, men ko'rmadim. Andalusning oxirgi podshohi Abu Abdullah Muhammad Seg'ir Andalusdan ayrilish oldida yengilib, mag'lub bo'lib, Andalusdan ayrilish oldida qattiq yig'lab ketdi. Onasi Oyisha degan ayol uninga vatanni erlardek qo'g'diy olmagandan keyin podshohlig'iga endi ayollardek yig'ilgan deydi. Ondan Alloh taolo tashlab etsa, insonning nima qiymati qolsin deydi va buni oyatni qo'ydi. Alam tara annalloha yasjudu lahu man fis samawati va man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawab va kaseerun minan nasi va kaseerun haqq alayhi al-azab va man yuhinillahu fama lahu min mukrim innalloha yaf'alu ma yasha. Bilmamsanki osmonlardagilar, zamindagilar, kun, ay, yulduz, tog'lar, daraxtlar, hayvonlar va insonlarning nurg'uni Allohga sajda qildi. Bütün kainat Allohga sajda qildi. Bütün kainat, hatto dal-daraxtlar, gul-giyohlar Allohga sajda qilib, o'zining tili bilan Allohga tasbih aytdi. Yana nurg'uni kufrlik qilib azobga loyiq bo'ldi. Alloh xar qilgan odamni hech kim aziz qilmaydi. Shaksizki Alloh xolig'ini qiladi deydi. Endi izzat va hurmatni andaqda Allohdan izlash kerak. İzzetning egisi bo'lgandan keyin, endi hayotingizning cho'ng bir qismi izzatingiz va hurmatingiz bilan munosabatlik. Alloh taolo insonni hurmatli qilib yaratdi. Shu o'zining hurmati bilan, izzati bilan yashagan inson eng botir inson. Jiq pul topgan emas, jiq taqvolik qilgan emas, jiqliqi o'qigan emas, ammo o'zining hurmati bilan, izzati bilan yashagan inson eng no'chi inson hamda. Chunki inson izzati va hurmati bilan inson. Va laqad karramna bani adama va hamalnahum fil barri wal bahri va razaqnahum minat tayyibati va faddalnahum ala kaseerin mimman xalaqna tafdila. Shaksizki biz odam bolalarini aziz qildik. Adam balalarını bütün hem kafir olsun, Müslüman hemen biz aziz kıldık. Ularni quruqlıqda turli qatnaş vasıtlarga, denizde kiyme ve parxotlarga çıkardık. Ularni şirin yemeklikler bilen rızıklandırdık. Yani ularni mahlukatlarımızın nurg'unidan üstün kıldık deydi Allah Teala. Eğer siz Allah Teala bilen birlik bolsanız, o sizni chuqum aziz qiladi. Valillahil izzatu
ve li rasulihi ve lil mu'min deydi. İzzet Allah'a, Allah'ın peygamberge ve müminlerge mensup. Şuna izzetlik ve hürmetlik buluşunu xalqan adam onu Allah Taala'nın tilişi gerek. Men kan yuridul izzete felillahil izzeti cinan deydi. Kimki kuch kuvvet izleydiken onu Allah Taala'nın tilisin deydi. Andın onun şununla layık buluşu şart yani. Tileşilerle bu mayda şununla layık buluşu şart yani. Nime bilen layık buldu? Takvalık bilen. Allah'ın çek çigirisini meniş bilen buldu. Çünkü Allah Teala mındak degen inne akramakum indallahi etqakum innallahu alimun habir. Allah'ın dergahida en hürmetli hesaplananlar en takvadar bulgununlardır. Allah hemmini bilip doğucudur, hemmini haberdardır. Yani aziz degen söz yana hemme muhtaç bulduğun, uğay tepilmaydıgan, yetiş qiyin bolgan narsani bildirdi. Şuna her qandaq narsaning aziz bo'lishi uchun uni 3 tane sifat bo'lishi kerak-da. 3 tane. Aziz deganimiz bu a'tivo degan ma'noda. 3 tane sifat bo'lishi kerak. Biri oz tepiladigan, dunyoda oz tepiladigan, hamma muhtoj bo'ladigan va yetish, tepish qiyin bo'lgan narsa. Shu narsa aziz, a'tivo deymiz bu Uyg'urchada. Endi aziz Alloh taolaga nisbatan tangdishi bo'lmagan, hamma muhtoj bo'lgan va o'zi ko'rsatgan yo'llar bilan yetkili bo'ladigan yegona zot deganlik endi. Aziz Allohning sifati. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Payg'ambar aytganki, u Alloh yeganidir. Hamma Allohga muhtojdir. U balliq bo'lganmi emas, tug'ilganmi emas, hech kim uni tangdash bo'lolmaydi. Tang kelinmaydi. Allah Teala'ga yetiş deganlik to'g'ri yo'lda mustahkam turib, toat ibodatlarni, yaxshi amallarni ko'p qilish bilan Alloh taolaning muhabbatiga, rahmi shafqatiga va yordamiga erishishni ko'zda tutadi. Ammo Alloh taolani to'liq bilish va uning qanday zot ekanligini mukammal idrok qilish mumkin emas. Hatto payg'ambarlar uchun shunday. Chunki Alloh taolani faqat Alloh taolo bizga bildirganlarini bilamiz. Allah özü doğruluk bizga bildirganlarini bilamiz. Peygamberimiz Allah'ın sifatları bizga bildirganlarini bilamiz. Ama biz bilmaydigan nurg'un o'zidagi hislatlar bor. Endi inson qandaqla bir ishga yurakdan bog'langan vaqtida barcha huzurini, aromini va xushalliqni shundan topadi. Hayotda shunday masalan bir ishga qattiq birinsak, kasbimizni so'ysak, kasbni chin dilimizni so'ysak, ashundan huzur halovatimizni topamiz. Xuddi shunda bir sayohat qilganda shunda xo'shilib ketamiz. O'zimizni yaxshi ko'rgan ishni qilishda. Ammo yaxshi ko'rmagan bir ishni ya pul uchun yoki bunday qilgan vaqtida sen undan hazar huzur topamaysan. Shunga u ishni hargiz qo'yib bermaydi unda odam. Ya'ni yaxshi ko'rgan ishini. Endi bir yigit o'z ustozining qizini yaxshi ko'rib qopti-da. Qizmi uni yoqtirib qopti. Ustoz ularning o'yinishiga ma'qul keldi va yigitga sendan talab qiladigan mahri haqqim sening bu darslarga to'liq qatnashishingdir. Ba'ziga qilmay ekan, qizimni oldigan bo'lsam, sen mushu darslarga to'liq qatnashishing shart degan. Yigit darslarga to'liq qatnashgan, hatto darsga cho'kib ketib, qizni unutib qoldi ekan. Bir kuni qiz xat yozib, bizni unutib ketdingiz-ku deydi. Yigit, "Ey Visal, siz bog'lanishning sababi bo'lingki, endi ayrilishning sababi bo'lmang." deydi. Yani demek dersini qizni belki yaxshi ko'rgan gap. Bir ishga bog'lansa, shuni yaxshi ko'rib ketadi edi. Ayda da xat yozdi. Shaksiz haqiqat shuki, kimki Alloh taolaning barcha go'zal sifatlari bilan yaxshi tunsa, uni qat'iy yiroqlashamaydi. Qat'iy yiroqlashib ketolmaydi. Hammadan voz kechadi-yu, undan voz kecholmaydi. Hech qanday bir maxluqqa o'zini xar qilishni xohlamaydi unda odam. Özünü məxluqa xar qılmaydı. Allah'a xar qıldı. Əzizlikni və hörmətini başqa yerdən izləməydi. Şuna ülemalardan biri Allah'ını tapqan, həmini tapqan buldu. Onu tapalmağan, heç nərsini tapalmağan buldu. Heç nərsini tapalmağan buldu. Əgər biz Allah'ın yolunda mağanmağan bolsaq, Allah bizni yaratıp bunda əziz, mümin, musulman qılıb, şunda nimetlerini berib, şunda qılğan tursa, biz Allah'ını tanımağan bolsaq, dünyada bilgi istek bay olub gəlsəkmi? Elon Musk'dek bayılap kelsek mi, Qarindek bayılap kelsek mi, nayta şu qattiq mashhur padişah olab kelsek bulab kelsek mi, Trump'dek bulab kelsek mi, hammasini o'lamdi, hammasini o'ldi u. Endi inson qandaq aziz bo'la oladi deydi. Alloh taolaga chin bog'langan, o'zining ojizligini va muhtojligini unuga izhor qilgan, duolari bilan, ibodatlari bilan, qalbdagi sevgisi bilan Allohga izhor qilgan, uni boshqa o'zini xar qilmagan chog'da inson aziz bo'ldi. Tabi'in ulamalardan Hasan Basri degan bir kishi bor-da. Tabi'in deganimiz endi payg'ambarimizdan keyingi sahobalardan keyin kelgan kishilar ular.
siz bu martabaga nima bilan yetdingiz degan savolga Allohdan boshqasiga muhtoj bo'lmaslik bilan yetdim degan. Chunki Alloh taologa yalvorib o'zining ojizligini, xorligini, uningga bo'lgan zo'r ehtiyojini izhor qilish martabani ko'tardi. Ammo maxluqotga o'zini xor qilish bizni texmi xor o'ringa tushib qo'ydi. Demak, Alloh taologa xorlanish ibodat, bandaga xorlanish zalolat, azg'unlik. Allah Teala bir bendisini aziz qilishni xohlasa, do'stlarining qalbiga uning sevgisini, dushmanlarining qalbiga uning hayvisini soldi. Bunda bir bendini aziz qilishni xohlasa, do'stlaridan tortib hammasi uni yaxshi ko'rdi. Dushmanlari shunda dushman bo'lsa-mu, ana haywisidan qo'rqib askil qilmaydi. Hayvisini yuqori, hayvili qilyotdi. Shuning bilan insonlar uni hurmatlaydi va yaxshi ko'rdi. Ba'zan majburiy hurmatlaydi. Bir kuni islom xalifasi Abu Ja'far Mansur İmam Azam Abu Hanifa'ni sarayga taklif qildi. İmam Azam yani bizning imomimiz Abu Hanifa. Abu Hanifa kelganda xalifa unga nimishqa bizga ko'proq kelib turmaylar, bizni ziyorat qilib tursizlar, izzatlarni qilatdiq deydi. Bu chog'da İmam Azam nimishqa kelay? Menda sizlardan qo'rqadigan yoki sizlardan tamoq qiladigan bir narsa bo'lmasa, shuni men kamayman. Sizlarga faqat qo'rqqan va tamoq qilgan odamlar keladi. Ben Allah'tan korkma ve Allah'tan temel kılma degligende. Siz hürmet ve izzet temelinizni insanlardan bütünlüğü üzgen ve onu Allah Teala'ya bağlayan seri, secdede menzinizni yerge sürtken seri Allah Teala sizni izzet kıldı. Aksice Allah Teala'dan yiraklaşıp insanlardan kütken seri insanlar sizni xor qildi. Normalda Alloh taologa yalvorib, Alloh taologa yosh to'kib, shunda bir narsani tilsak, hatto eng oddiy qila oladigan narsani payg'ambarimiz bir hadisda oyog'ining bo'g'ichini shuni Allohdan tilanglar deganda, bo'g'ich oyog'ini bo'g'it, shuni Allohdan tilanglar degan. Nimishqa tilash orqali biz o'zimizning Allohga muhtoj ekanligimizni izhor qilganda Alloh bizdan mamnun bo'ldi. Mamnun bo'ldi. Ammo bu yerga men bu ishni qila olmayman-ku deb o'ziga bunday tamanno qilib ketgan vaqtida inson ezib ketishga yo'l olgan bo'lganda. Endi islom xalifasi Harun Rashid Imom Malikning saroyiga kelib vazn nasihat qilib berishini so'rab elchivatdi. Imom bizga kelib vazn nasihat qilib bergan bo'lsa deganki, Imom Malik elchiga mening qalbiga hojatim yo'q. Agar qalbining menga hojati bo'lsa, o'zi kelsin. Chunki İlim talep qilgan adam o'zi keladi. Ammo ilim bikimning yangi bormaydi deydi. Ishning asosi ma'vondi. Bu gap Harun Rashidga yetkazilgandan keyin to'g'ri aytibdi, men baray deydi. Kibr yo'q bo'ldim, faqat kibr yo'q hamda. Endi inson Alloh taolani haqiqiy tonib, uning azizligini bilsa, u hech qanday insonga o'zini xor qilmaydi. Hech kimni Alloh taolani hurmatlaganlik hurmatlamaydi, hech kimdan Allohdan qo'rqqanda qo'rqmaydi. Aksicha Alloh taolani tunimagan va uning azizligini bilmaganlar o'ziga o'xshash maxluqlarga xor qildi. O'ziga o'xshash bir maxluqlarga o'zini xor qildi. Va ma qadrulloh haqq qadri deydi. Mushriklar Allohni loyiqida ulug'lamadi deydi. Bu oyat Allah Teala layıqıda ulug'lamagan va uni loyiq ravishda qadrlamaganlarning mushriklarga o'xshash ekanligiga ishorat qilib berdi. Endi Alloh taolo layıqıda ulug'lashni bilish uchun Alloh taolani tunish va uning ism sifatlarini bilish shart. Ya'ni kitob o'qish kerak. Chunki bilmagan odam qadrlashni bilmaydi. Bilmagan odam qadrlashni bilmaydi. Masalan, bir davlatda qonunning qanchalik kuchliligini bilmagan odam qonun xilof qilib qoldi. Ammo qonunning qanchalik kuchli ekanligini bilgan odam hargiz qonunga xilof qilmaydi. Hammasi bilmaganlikdan bo'ldi haliqi, xatolikcha. Insonning qalbi Alloh taolani ulug'lasa va qadrlasa, uning ko'zida Alloh taoladan boshqa hamma kuchuk bo'lib qoldi. Hamma kuchuk bo'ldi. Bir qatim Hajjaj zolim musulmonlarning orasidan chiqqan bir qo'mondan bor, Hajjaj zolim debcha. Bu achchiq kelgan odamning hammasini kallasini kesib o'tgan odam hamda. Islomga xizmat qilgan. Endi bir kuni shu Hasan al-Basri radhiyallohu anhu buningki ba'zi qilgan nimalarini ba'zi so'rovlarda ayiblaydi, buni qilgan durust emas, ana zolimlik qilib bo'lmaydi degangan, ashuni mening qishimga akelinglar kallasini kesay deb shu so'rovni chaqirdi. Chaqirgandan keyin endi odat bo'yicha bir gilamni unda qolib qo'ygan gap, jallodlik qilishni ko'tarib turgan gap, shunda kelgan kallasiga vaq urtgan gap, gilamga yo'gab ochib qotgan gap. Ular tayyorlik qilib turgan endi. Lekin Hasan al-Basri kirgan chaqda
Bu xalifa o'rnidan turib, "Voy kaslar, mening qishimga kaslar" o'zining o'rindig'ida o'tirib, qo'llariga, badallariga atir, bundaq atirini tugab, uni hurmatlab va ba'zi hadiyalarni bir yo'lga qo'yib qo'ydi. Yo'lga qo'yib qo'ygandan keyin bu atrofdagilar hayron qoldi. Bu odamning kallasini kaskilar kelgandi. Bu ajabi bu odamni ishini qilmadi deydi. Shuni bilan aqisdan chiqib, Imom Hasan Basriyning aqisdan vazir chiqib, bu aslida isning kallarini kaskili kelgan. Sizlar shu podishoni ko'rib, og'izlarini bir midirlatdilar. Shu chog'da nima deb midirlatgandilar desa, men shu chog'da, "Ey Alloh, mushu zolimning qilichini menga Ibrohim alayhisalomga o'tni suvoq qilib bergan jinimni qiynamay olsin" degandim. Dedi, "Sizlar qanday qo'rqmadinglar podshohdan" degan qat'iy qo'rqmadim. Podshohga qarab turib, nimada taxtida o'tiryotdi, haybatli o'tiryotdi. Alloh taoloni ko'z oldimga keltirdim. Allohning ulug'ligini, Allohning qudratini, Allohning ajoyib, ya'ni ustunligini ko'z oldimga keltirdim. Bu podshoh chivinchilar ko'randi menga. Shu hech qanday qo'rqish olmadi deganda, shu holatga yetganda inson ana dushmanlarga Allah Teala hayvini saldı, düşmanları anında qo'rqidi. Yani Allah Teala aşı hayvini adamga saldı, düşmanlarning ko'zida yo'g'on ko'zdi birda. Bo'lgan ish hamda haqiqatda. Endi azizlikni boshqa yerdan izlaganlar xor bo'ldi. Ba'zi ulamolar innal izzatillahi jami'a degan oyatning tafsirida Allohning yo'lidan boshqa bir yo'li bilan azizlik talab qilsang, rezil bo'lasan degan. Boshqa islomni tanlamay başka bir yolunu tanlab, şunu aziz olaman, kuchli olaman desang, sen xor bo'lasan deydi. Çünkü azizlik Allah Teala'ga itoat qilish, umidni unga bog'lash va iffetlik bo'lish bilan hosil bo'ldi. Yusuf alayhisalom Misrga keltirilganda qul edi. Allah Teala uni iffet bilan sinaganda o sınaqni o'tdi. Shuning bilan Misrning azizi, vaziri bo'ldi-da. Endi taat, ibodat va taqvolik azizlikning yo'li bo'lgandek, iffet azizlikning kapolati. İffetlik, numusluq adam çoxum aziz bo'ladi, garantisi hamdi bu. İffetlik adam Allah Teala'nın başqasiga o'zini xor qilmaydigan, kishilarning quldikisini tama qilmaydigan, o'ziga halol bo'lmaganini olmaydigan, nomahramlardan ko'zini saqlaydigan, o'ziga halol bo'lmaganlarning ko'zini saqlaydigan odam. Endi azizlik talab qilish umumiy talab. Har qanday inson aziz bo'lishini xohlaydi. Hech kim xor bo'lishini tanlamaydi, xohlamaydi. Endi azizlikning bahası itaat ve ibadet ve iffet. İtaat, ibadet, iffet. Şuna haramga ko'z tikmaslik, halal uchun emgak qilish, fikir xiyolini, gunoh ishlarni yiroq tutish va Alloh taolaning ham xalqning oldida o'zining hurmatini saqlash aziz bo'lishning eng chong omillaridan biri. Shunda qilgan odam hamma ishda muvaffaqiyat qozondi. Chunki Alloh taolo unga chiqish yo'li berdi. O'ylamagan yerdan rizq ato qildi va har joyda sha'nini ko'tardi. Uni dunyoda va oxiratda saodatmanlarni qildi. Va liman xafa maqama robbihi jannatan. Ya'ni Surah Rahmondagi Robbining huzurida hisob berish uchun turishdan qo'rqgan odamga ikki jannat bor deydi Alloh taolo Qur'onda. Ikki jannat bor. Ba'zi mufassirlar oyatdagi ikki jannatning birisi bu dunyoda huzurliq, aziz, saodatman bo'lib yashash. Yana birisi oxiratning jannatiga kirish deb tafsir qilganda. Ve men yattaqillahi yec'al lahu mahrajan ve yerzuqhu min haythu la yahtasib deydi bir oyat yana. Kimki Allohdan qo'rqsa, her işte Allohdan qo'rqsa, yani mas'uliyat. Allohdan qo'rqish degan asosan mas'uliyat bilan ish qilish. Mas'uliyat bilan ish qilgan, Allohning haqqini ado qilgan, o'zining millatining haqqini ado qilgan, vatanining haqqini ado qilgan, oilasining haqqini ado qilgan, o'zining qavm qarindoshining haqqini ado qilgan, qilishga tegishlikni qilgan odam taqvo odam shu. Shunda taqvolik qilgan odamga Allah Teala her qanday bir ishda chiqish yo'li berdi. O'ylanishda chiqish yo'li berdi. Pul tepishda chiqish yo'li berdi. Oliy maktabga kirishda chiqish yo'li berdi. Bütün hamma ishlarda chiqish yo'li berdi va o'ylamagan yerdan rizq berdi deydi. O'ylamagan yerdan rizq berdi deydi. O'zi o'ylab boqmagan bir yerdan Alloh popkudek rizq berdi deydi. Ya'ni mushunga amal qilganlar, mushunga amal qilganlar hargiz umr bo'yi pushaymon qilmaydi. Alloh taoloninki aziz degan ismlari haqidagi bayonlarimiz mishaga chamdi.